Assalomu alaykum. Yana bir bor bizni YouTube, Instagram va Telegram kanalida kuzatib borayotgan qadri baland kuzatuvchilarimiz, hammalaringga kun xayrli bo'lsin. Kunlaring mazmunli o'tsin. Mana qizlar, biz navbatdagi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. 380 dan 30 ta yakandoz tayyorlab berdik. Ichiga 7 kilodan paxta soldik. Klientlarimiz o'zlari paxtasini yuqoriroq solib bering deb xohlashdi. Lekin mana taklanganda ham bir xilda kilosi, razmeri bir xil bo'lgani uchun qizlar taklovda ham juda ham tekis chiroyli bo'lib chiqdi. Bizi Marg'ilonimizda 24 tadan qizlar 40 tagacha qilishadi. Ko'rpacha Marg'ilonimiz mehmondo'st xalq. Farg'onada 16 tadan 24 tagacha qilishadi. Hamma joy har xil. Toshkentda 8 tadan qilsa, mana bizda bu klientimizning zakazlari 30 ta bo'ldi. Farg'onalik klientimizning zakazlari juda ham chiroyli qilib tayyorlab berdik. Hozir navbatda 6 ta ko'rpalar bilan 6 ta yopinchiq to'shaklari ham bor qizlar. Bunisini hozir taklovga sig'dira olmadim. 10 ta Turkiya, 10 ta laylogulli baxmalimizdan va 10 ta sitamgulli baxmalimizdan. Ko'rib o'zlaring bitta baho berasizlar qizlar. Juda ham chiroyli sarpa bo'ldi. Ilohim buyurib nasib qilsin. Kelin poshshamiz baxtli bo'lib, yayrab, yashnab ishlatsinlar.